yerda sog'lom raqobat. Kim zo'r bo'lsa, oxirida shu yutib ketish kerak. Eng asosiy masalamiz shu. Qachon adolat bo'lsa, sport adolat tamoyili bo'lsa, o'shanda hammasi yaxshi bo'ladi. Assalomu alaykum. Mana bugun BNB Holding tizimiga kiruvchi barcha korxonalar ishtirokida mini futbol, ya'ni BNB Holding kubogi musobaqasi bo'lib o'tmoqda. Biz barcha BNB Holding ayol xodimalari bilan birgalikda barcha ishtirokchilarni ruhan qo'llab-quvvatlash maqsadida ushbu maskanga tashrif buyurdik. Barcha ishtirokchilarga omad tilab qolamiz. BNB Agro Plus meva sabzavotlar qayta ishlash korxonasi bizani operator, elektrik, tarozibon kelgan. Bular hammasi o'yinda ishtirok etishdi, juda ham mazza qilishdi, o'yindan zavqlanishdi. Bunaqangi o'yinlar yana ko'proq bo'lishini xohlardik. BNB Agro jamoasi nomidan mana qatnashdik. O'yin juda bahsli va murosasiz kechdi. Shunga qaramasdan bizdan yaxshiroq harakat qildik. Keyingi bahslarda yana bundanda kuchliroq o'ynashga harakat qilamiz. Barcha final ishtirokchilariga omad tilab qolaman. Конечно, за наших. BNB Holding, главный офис, Ташкент. Вперед. Как вам игра? Замечательно, наши молодцы, борются до последнего, мы выиграем. Bir-biriga tusha olmadik biz komanda. Keyingilarda
nima zadachi, nima qilish kerakligini bir-birimiz bilan gaplashib, Xudoga shukr 3-o'rinni oldik. Ozgina hayajon bo'ldi. Bolalar instruksiyasi bo'yicha qaytardim. Yomon emas. Natija yaxshi. Raqiblarimiz ham kuchli ekan. Omad hammaga. Komanda zo'r o'ynadi. Biz hozir 3-o'rinni oldik Impex komandasi. BNB Holding komandasi, asosiy komandasi finalda. Ularga omad tilab qolamiz. BNB Zafiranodan o'ynayapmiz. 3-o'ringa bahslashgandik. Afsus penalti bahslarda yutqizib qo'ydik. Siz uchun eng kuchli raqib kim bo'ldi qarshi jamoada? BNB Holding bosh ofis. Holding tarkibida bo'lgan jamoalardan tuzilgan 6 ta komanda mana shu kubok uchun bugun ertalabdan boshlab musobaqani boshlagan. Hozir marrani yarmidan o'tib, deyarli finalga yetib kelgan jamoalar ma'lum bo'lishdi. BNB kompaniyasining bosh ofisi g'alabaga yaqin turibdi. Albatta, Jizzax ofisi ham qolishayotgani yo'q. BNB Holding jamoasi BNB Holding Jizzax ofisi ustidan 8-2 natijasi bilan g'alaba qozonib, BNB Holding Cup turniri g'olibiga aylandi. Futbol komandasi bu umumiy komandani bir bo'lagi, umumiy komandani yetishtirishga juda katta xizmat qildi. Men sizlarga hammalaringga muvaffaqiyat tilayman. O'ylaymanki, mana bu musobaqamiz asosida eniga ham, bo'yiga ham kengayadi. Qancha futbolchilarimiz bor, xodimlarimiz bor. Sportda men har doim aytaman, kuchli g'alaba qozonish kerak. Hech qachon kuchsiz g'alaba qozonmaydi. Ruhiyati kuchli, irodasi baquvvat, har taraflama oxirigacha yetkazib beradigan odamlar g'alaba qozonish kerak. Bugun shunday deb o'ylayman. Hamma mana bu o'sha g'alaba qozongan yigitlarimiz muvaffaqiyat bilan tabriklayman. Uchrashuvlar juda ham qizg'in bo'ldi. Biz ikkita o'yin yutdik. Oxirida bittasini yutqizib qo'ydik. Ikkinchi o'rinda oldik. Bugun chempionat zo'r bo'ldi. Hamma mazza qildi. Eng asosiysi mana bizning darvozabon eng kuchli ekan, shunga oltin qo'lqop shu berildi. Bugungi o'yinda asosiysi BNB g'alaba qozondi. Chunki jiplashdi, do'stlashdi, eng chiroyli o'yinlar bo'ldi. Bu yerda BNB chempion.
G'alaba muborak bo'lsin. Ura! Hamma maniki. Biza kelishimizda o'zi kamida 2-o'rinda olamiz deb keluvdik. Xudo xolasa keyingi yillar 1-o'rinda ko'zlab kelamiz. Kuchli jamoalar qatnashdi, sarallangan jamoalar qatnashdi. Lekin mana omad biz tomonda bo'ldi, g'alaba qozondik. Bu kompaniya ichida bir-biri bilan jipslashish, sog'lom turmush tarzini targ'ib qiladi. Keyingi musobaqalarda ham qolganlarga ham omad tilab qolamiz. Bunaqa sport musobaqalari avvalo BNB Holdingda oilasida o'zaro do'stona muhitni shakllantiradi, jipslashtiradi. Hammani ko'rsangiz kayfiyati a'lo darajada. Bunaqa o'yinlar biz tizimli yo'lga qo'yilgan. Xodimlarda bu narsa bevosita ularning ishchanlik ruhiyatini ko'tarishga xizmat qiladi va sog'lom turmush tarzini targ'ib qiladi. Biz boshqa holding kompaniyalardan, mehnat jamoalaridan mana shunaqa sport musobaqalarini o'zlari xodimlar o'rtasida doimiy o'tkazib turib, sog'lom turmush tarzini targ'ib qilishlarini ham tarafdorimiz va shu estafetani boshqa tuzilmalarga ham topshiramiz. Hammaga omad, sport bilan doimiy shug'ullaning va sog'lom bo'ling.